Shu iflos ayolni qilgan ishini bir ko'ring-da. Assalomu alaykum aslzoda ko'rarmanlar. Mana shu videoda ko'rganingiz Tokiodagi o'sha mashhur Shibuya chorrahasida rasmga tushayotgan kichkinagina qizchani o'sha siz bilan biz ko'rgan yapon ayoli shu darajada turtib ketdiki, ma'lumotlarga qaraganda o'sha turtgan vaqtida yiqilib tushib, yaxshigina jarohat olibdi va mana shu holat bir necha kundan beri dunyo ommaviy axborot vositalarida, Yaponiya ommaviy axborot vositalarida ham turli xil shov-shuvlarga sabab bo'layapti. O'sha chet eldagi juda ko'pchilik ommaviy axborot vositalarining o'sha izohlar qismida odamlar yo'q, yaponlar bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yaponlar juda ham muloyim, juda ham madaniyatli xalq-ku deyishyapti. Lekin Yaponiyani ichiga kirib yashab ko'rsangiz, yaponlarning mana shunday odamlari ham ko'pligiga guvoh bo'lasiz. Oxirgi 4-5 yilda yapon sotsiologlari mana shunday psixologik kasalliklarga uchragan odamlarni jamiyatni bir muammosiga aylanib ulgurdi deyishyapti. Bular xo'p nima sababdan bunaqa qiladi desangiz, o'sha ishida bo'ladimi, hayotida bo'ladimi, uchrayotgan alamlarini, stresslarini mana shu yo'l orqali chiqarishadi. Ya'ni yo'lda ketayotgan o'sha o'zini ko'ziga kimdir yomon ko'ringan odamni qattiq turtib o'tib ketishi va shu orqali o'sha alamlarini chiqarib olishi mumkin. Xo'sh, politsiya bunga hech narsa qilmaydimi desangiz, yapon politsiyalariga jabrlanuvchi tomonidan menga mana shunaqa bo'ldi deb ariza bormasa yoki ko'zlari bilan ko'rib qolmasa, yapon politsiyalari ham hech qanday chora ko'rmaydi. Chora ko'rgan taqdirda ham mana bu o'sha turtib ketgan boyagi rasvo ayolga o'xshagan o'sha jinoyatchilar, "Yo'q, men bilmasdan turtilib ketdim" deb iloji boricha o'zini olib qochishadi. Shunaqa gaplar aslzoda ko'rarmanlar. Bu video bilan nima demoqchimiz? Mabodo Yaponiyaga sayohatga kelasizmi yoki umuman ishlashga, o'qishga kelasizmi? Mana shunday g'ayrioddiy yaponlardan ehtiyot bo'lishingizni so'raymiz va qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar mana bu dunyoda tomi ketayotgan odamlarning ichida farzandlarimizni ehtiyot qilishimiz shart.